Ko'pchilik aytishi mumkin, "O, Praga-ku, Yevropada yashagansiz-ku, mazza." Yo'q, qizlar, azizlar, mana musofirlar agar meni hozir ko'rayotgan bo'lsa, hammamiz bilamiz, musofir nonini yeb ko'rganlar juda yaxshi biladi. Vatanga to'g'ri keladigani yo'q. Vatanimizda biz shohmiz, vatanimizda biz o'zimizni zo'r his qilamiz. Bu yerda gapimiz o'tadi, lekin u yerda sen aslida hech kim emassan va sen buni his qilib yashaysan. Mana shu ichkarida hech kim emassan. O'zingni qanaqadir keraksizdek his qiladigan paytlaring ham bo'ladi. Musofirchilikda o'zini topib, o'sha yerda oilasi bilan vatanini qurib ketganlarga men doim aytaman, sizlar malodetsizlar va men bilaman, sizlarni shu holatligicha kelishinglarga qanaqa sabr bardosh kerakligini ham juda yaxshi bilaman. Chunki 10 yillab, 20 yillab musofirda yashab, o'sha yerda vatanini qura olgan odamlarni bilamanki, bu oson bo'lmagan. Men misol uchun shu narsani chida olmaganman-da, o'shanda men qiynalganman.